Biror marta 1,5 yil bo'lgan bo'lsa, hali birorta mevasi o'sgani yo'q, birorta muammo tug'ilgani yo'q. Ish bor, hayot yaxshi. Hozir biz Riga shahridamiz. Newcom qurilish kompaniyasida o'zbek fuqarolari bilan suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ismim Umidjon. Qayerdansiz? Farg'onadan. Assalomu alaykum. Sizniki? Javohir Farg'onadanman. Farg'onadan. Latviyaga qancha bo'ldi kelganingizga? 1,5 yil bo'ldi kelganiga. Aha. Ishlash jarayoni yaxshi. Sharoitlar yaxshi, Sharoitlar yaxshi, zo'r. Shu tilni bilish kerak aslida. Tilni bilmasa kelish foydasi yo'q. Qo'shimchalarsiz rostini aytsangiz, oylik qancha qo'lingizga tegadi? Oylik endi rizq qilish hamada har xil tegadi. Muncha deyish juda qiyin bu narsaga. Odam baribir hozir muncha deb qo'ysangiz ko'pchilik ishonib kelib mumkin. Kelgandan keyin har xil gap so'z, yolg'on ma'lumot bergan bo'ladi. Undan baqa kelgandan keyin kelish niyati bor odamlarga, maqsadi bo'lsa, agar tilni bilsa, hunarni bilsa, mana undan keyin bir ishga erisha oladi. Muncha deyish juda qiyin bu narsaga. Chunki odam ishonib qoladi baribir. O'shaning uchun odam o'ziga bog'liq ham yo'q, rizqqa qarab. Ko'p aytadi, yetib olsam Yevropa bo'ldi, ish topib olaman deydi. O'shaqa to'g'rimi yo dokumentalniy sizlarda qanaqa ishlaysizlar? Ya qiyin, u yetib olib ish topishcha qiyin. U Rossiya emas-da. Atagi Rossiyadan yaxshi. Dokument bor inson xotirjam bo'lib yashay olidimi bo'lsa? 100% xotirjam bo'lib yashay oladi. Dokument bo'lgandan keyin u biror marta 1,5 yil bo'lgan bo'lsa, hali birorta mevasi o'sgani yo'q, birorta muammo tug'ilgani yo'q. Ish bor, hayot yaxshi. O'zbeklarga kelmoqchi bo'lgan o'zbeklarga nima maslahat bergan bo'larsiz? Maslahatim endi ularga tilni bilsa, qo'lda hunar bo'lsa kelishga stoyt arziydi. Atak hunari bo'lmasdan faqat kelib olib narsa qilaman deydigan odamlarga bu maslahat bermaymiz. Kelgandan keyin xor bo'ladi, qiynaladi va keyin juda qattiq bo'ladi. Dokument kirib olganda yoki ishni bilmagan odam qiynaladi. Bo'ldi, rahmat kattakon akalar. Vaqt ajratganingiz uchun.